endi sizlarga rekord darajada bo'lgan uzum bog'ni, ya'ni uzum hosilini ko'rsataman. Uzumni donlarini qarang, yirikligini. Mana. Hop, bir bo'g'imdan ancha katta, ham yo'g'onligi ham yo'g'on. Boshlari ham juda katta. Qarang. Mana. Saralab qo'yilgan. Uzum bog' tagida mana shunaqa traktor mana 3 tagacha persepti bir-biriga ulab ketaveradi. Dehqonni mehnatiga tasanno deysiz. Shu holatgacha yetirishtirib qarashda o'zi bo'lmaydi. Avvalo Xudo beribdi, mana hammadan oldin uzum uzib chiqarishni boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzum ishqibozlari. Bugun 30-iyun sanasida turibmiz. Hozirgi kundagi uzumlarimizni holatlari bilan bir qator tanishtirib ko'rsatmoqchiman. Hozirgi bu uzum navimiz ko'pchilikka ma'lum Xelloin uzumi. Bu hali to'liq pishib yetilgani yo'q. Hosili juda ko'p, serhosil, lekin boshi unaqa katta bosh bo'lmas ekan. O'rtacha, sredniy. Lekin aynan mana shunaqa o'rtacha sredniy bosh eksportbop hisoblanadi. Keyin buni iloji boricha ustini salqinroq qilish tavsiya qilinadi. Sababi urug'siz ingichka uzum, uchi ham mana bunaqa uchlik ketgan. Ko'p issiq ochilib qolsa, shu uchi mayiz bo'lib qolishi mumkin-da. Ham boshi yengilroq keladi. O'shaning uchun hosili ko'proqmi? Lekin juda ham tovarniy, vidi zo'r. Masalan, eksport qilish uchun juda ham zo'r uzum. Assortimentga qilib qo'yish tavsiya qilinadi. Ya'ni bu mana dasturxonga qo'yganda ham bezak uchun juda ham chiroyli uzum. Rustamjon, yeyapsiz, mazasi qanday ekan? Mazasi yaxshi. Aytib beringchi. O'rta xil. Shirinligi, lekin hali to'liq pishishga ozroq bor. Lekin shunda ham baribir boshqa oddiy Husayni, boshqa uzumlarga qaraganda erta pishar ekanda. Hozir mana shoxonlar hammasi yaxshi pishib yetilgan, shu shoxon bilan birga pishar ekanda. Cha oldinroq ham desak bo'ladi. Lekin rosa ta'mi yaxshi, nordonlik yo'q. Mana bu ko'rib turganlaring o'sha mashhur aromatli ta'm beradigan Ruby Roman uzumi. Bu payvand qilganiga bu 3-yil bo'ldimi? Orada bir sovuq urib ketdi. Sovuqni ko'rdi-da ana shu yillar. O'shandan keyin haligi reklamada biz ko'rganmiz, buni qizil ko'rsatganda, to'g'rimi? Rangi qorayib ketdi. Lekin rangi qoraydi, o'tgan yil ham qoraygandi. Yaqinroq keyin ko'rsataylik. Qorayib ketmasin deb qog'oz siqib qo'ygan edi. Bu yoqdan. Shularning ham rangi qoraygan. Mana. Dum-dumaloq. Bitta yeb ko'ramiz endi. Bismillah. Lekin po'sti ajralib qolar ekan-a? Po'sti ajralib qoladi. Ta'mi hali pishib yetilishiga ozgina bor. Lekin umuman boshqacha ta'm, aromatli ta'mi bor. Boshqa uzumlarda yo'q boshqacha. Boshqa uzumda bunaqa ta'm yo'q. Ya'ni o'zi aslida hammasi nimasi bir-biridan boshqacha-yu. Keyin tepada umuman uzumni nimasiga, ta'miga yaqin yo'lamaydigan uzum bor-da, o'shani bir ko'rsataylik. Ancha-muncha uzumni hidi bo'lmaydi. Bo'lgan bilan ham juda kam bo'ladi, lekin aynan mana shu nav uzumni oldidan shunday o'tib ketgan odam bir martada dimog'iga hid boradi. Bu o'shaligi hamma yoshligida yegan paxtaqand qanday mazaga ega, qanaqa hidga ega, xuddi o'shani hidi, o'shani ta'mini beradigan, ya'ni cotton candy ingliz tilida. Nima deydi mana ruslar? Sahrni vata. Sahrni vata deydi. Bizda paxtaqand deymiz. Cotton candy uzumi deb internetda izlasangiz chiqadi. Shakli yumaloq, donlari ham yirik va urug'siz kishmish uzum hisoblanadi. Bu juda erta pishar emas, lekin mana Husaynlar qatori
pishib kelyapti. Lekin g'o'raligidan bunga hid kirar ekan, shundaymi? Ha. Mana shu hozir Ha, shuni to'liq oldiga shira bitta kelgani yo'q. hidlasangiz, ha. Shira Hidi bor. kirmagan, lekin hidi bor. Men buni haligi qovunni hidi bo'ladi-ku o'zini. Xuddi o'shanga o'xshatdim. Buni ham hidi bor-u, qovunga o'xshagan emas, lekin juda ham paxta qandni hidi-da. O'sha paxta qanti Ta'mi ham o'zi. paxta qanti. Shuni hidlagan odam biladiki, men boshida buni ko'rganimda o'zim ham ishonmaganman. Paxta qand degan narsa yo'q, desam, aynan o'shani ta'mini beradi, o'shani hidi. Buni o'zimda bir marta yegan odam, o'shanda yegan odam faqat buni qalamchasini so'raydi yo ko'chatini so'raydi. Ko'paytirgisi keladi. Ha, ko'paytirib. Qancha yesangiz badga urmaydigan uzum mana shu bo'ladi. Ya'ni urug'siz don yirik kishmish uzumlar. Ya'ni bu oq kishmish uzumlar o'zi oq ekan. O'shalardan biri mana shu. Xo'p do'stlar, endi sizlarga rekord darajada bo'lgan uzum bog'ni, ya'ni uzum hosilini ko'rsataman. Bu ko'pchilikka ma'lum Preobrazheniya uzumi. Ya'ni bizda dehqonlar oq shoxona deb nomlaydi. Aslida mana Rizamat ota deymiz-ku. Rizamat ota bizda Tojikistonda shoxona deyiladi. Mana shu shoxona Rizamat otani oq ranglisi. Lekin aslida bu Rizamat ham emas, oq shoxona emas. O'sha Preobrazheniya navi donlarni ko'rishingiz mumkin. Bugun 30-iyun sanasiga qaramasdan birorta hali krupniy uzib eksportga chiqayotgan uzum yo'q. Aynan mana shu uzum mana. Hozir furaga uzilyapti yashiklarga. Jarayonda o'zlaringga ko'rsataman va mana shu uzum haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Uzumni donlarini qarang, yirikligini. Mana. Hop, bir bo'g'imdan ancha katta, ham yo'g'onligi ham yo'g'on. Boshlari ham juda katta. Qarang. Mana. Saralab qo'yilgan. Har bitta novdada ikkita bosh bo'lsa, birinchi bosh qo'yilgan, ikkinchisi olib tashlangan. Ba'zilar ikkinchini qo'yadi, birinchini olib tashlaydi. Dehqonni o'zidan so'rasak, biz mana shunday qo'yamiz. Hammani o'ziga yarasha uslubi bor degan javobni berdi mana. Ko'raverasiz. Kichik bosh deyarli yo'q. Donni yirigligiga ham e'tibor bering. Hozir oddiy Husaynini g'o'rasi bilan hali Husaynni uzumi g'o'rada buni oldida solishtiramizda. Mana buni duvarak ikkinchi hosili mana bu. Hozir Husayni mana shunaqa holatda. Bu mana shu Preobrazheniyani ikkinchi hosili duvaragi. Juda ham duvaragi ham ko'p bo'ladi. Bu yerda mana uzumni uzib mana bunaqangi plasmas yashiklarga joylashiladi. Mana har bitta yashikka 7,5 dan 8 kiloga yaqin uzum joylanadi. Bu mana atrofiga salafan qilingan. Shu holatda xolodilnikka olib borib 1 sutka saqlanadi, sovitiladi. Keyin bu salafanni shunday yopib, ichiga dorisini qo'yib, mashinaga yuklab eksportga chiqib ketadi. Rossiyaga, Qozog'istonga chiqib ketadi. Uzum bog' tagida mana shunaqa traktor mana 3 tagacha persepni bir-biriga ulab ketaveradi. Yana bitta persep qo'ysa bo'ladimi? Yana bitta persep qo'ysa bo'laveradi? Ha, bo'ladi aka. Dehqonni mehnatiga tasanno deysiz. Shu holatgacha yetirishtirib qarashni o'zi bo'lmaydi. Avvalo Xudo beribdi mana hammadan oldin uzum uzib chiqarishni boshlandi. Boshqa joylarni ham ko'rsatamiz, faqat yaxshi joy emas. Mana bunga sal ko'proq joylari qolib, yaxshi pishganlarni uzilgan. Donlarni ko'rmaysizmi, donlarni. Meni qo'lim ham mayda qo'l emas. Qo'lim juda katta. Mana bir bo'g'imdan katta, yo'g'onligi ham ancha yo'g'on. Mashalloh. Mana uzum boshlarini ko'raverasiz. Tomoshaga kelsangiz, tomosha qilib bu
bog' qilishga qiziqib ketganingizni bilmay qolasizda bularni tomosha qilib. Juda chiroyli. Bu yog'i mana avatar uzumlar. Avatarni kutganlar. Mana avatar uzumni holati. Ba'zilar avatar uzumi sho'r ekan, yaxshi emas ekan deydi. Mana shunaqa vaqt yeb qo'yganlar aytadi-da. Mana shu eng qop-qorasi mana shu bo'lsa, qop-qora bo'lsa, hozir yesangiz sho'r, mana shu sho'r. Bu avgust oyining oxirlari, sentyabr 10-larida juda ham yetilib pishadi. Ana o'shanda yesangiz, bu o'zgacha bo'ladi. Avatar uzumini ko'rishingiz mumkin. Mana bu prebrejena bilan avatar yonma-yon ekan. Boshini ko'rib qo'yaverasiz. Bu hozir uzilyapti. Mazasi zo'r, mazasiga gap yo'q. Yeb ham ko'ramiz. Bismillah. Yaxshi, shirasi juda o'tkir emas. Yana ozgina tursa, yana ham shirasi o'tkirroq bo'ladi. O'shanga yarasha ves ham og'ir bo'ladi. Lekin hali bunaqa uzum bozorda bo'lmaganligi uchun, talab bo'lganligi uchun uzilyapti. Ko'paytirish kerak. Nima deysizlar? Fikrlaringizni yozib qoldiring kommentariyada. Bundan va albatta mana bundan. Hali pishmagan bular, hali qop-qora bo'ladi. O'sha pishganda ham sizlarga ko'rsatamiz holatini. Uzumlarning holati bu 6 ga 6 ekiladiganmiz. Keyinchalik bu 3 ga 3 qilingan. Mana 6 metr bo'lsa orasi, o'rtaga yana bir qator. Bunaqasi 6 metr bo'lsa, bunaqasiga yana bir qator ekib chiqilgan. Bu o'sha ko'pchilikka ma'lum, mashhur. O'zbekistonda Rizamat ota deydi, bizda Shohona deydi. Aynan ikkalasi o'zi bitta nav. Mana shu uzum. Buni ko'pchilik biladi. Juda serhosil, ertaroq pishadi boshqa uzumlarga qaraganda. Bizda hozircha shular. Yana bundan tashqari bir necha turdagi uzum navlari bor. Bu haqda xudo xolasa yana chiqarib boramiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Uzumchilik sohasiga oid shunaqa yangiliklar kanalimizda qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.